Erkaklarda urug' nol bo'lsa, qanaqa tekshiruvdan o'tish kerak? Qanday licheniyalar olish kerak? Birinchi nima qilamiz? Birinchi siz gormon topshirasiz. Bunga FSG gormoni, testosteron va mayagizi hajmi tekshiriladi. Sizda gormonlaringiz normada, ya'ni FSGingiz normada, testosteron normada va mayak hajmi normada. Bu ko'rinishda obstruksion azospermiya deyiladi. Ya'ni urug' chiqish yo'li bloklangan bo'ladi. Bunaqa holatlarda sizga biopsiya qilinadi. Ikkinchi ko'rinishda sizda FSG gormoni baland, testosteron past va mayak hajmi kichraygan bo'ladi. Bu holat obstruksiv bo'lmagan azospermiya deyiladi. Ya'ni sizda mayakdagi hujayralar ishlamayotganining belgisi. Bu ko'rinishda sizga biopsiya qilinmaydi. Bu ko'rinishda siz gormonlarni o'rnini bosuvchi gormon terapiya olasiz. Uchinchi ko'rinishda FSG gormoni past, testosteron past, mayak hajmi ham kichraygan. Bosh miyadagi hamma gormonlarning ishini boshqaradigan gipofiz bezini funksiyasi ishlamayotganini ko'rsatadi. Bu holatda o'rinbosar gormon terapiya olinadi va yana ingibin B estrogen, testosteron FSG gormonini kontrol qiladi. Chunki FSG gormoni sertoli hujayrasida urug' pishib yetilishini ta'minlaydi. Karyotip genetik tekshiruv bu sizda irsiy xromosoma kasalliklari azospermiyaga olib kelganmi yo'qmi aniq tekshirib beradi.